Assalomu alaykum hammaga. Ushbu proyektda Handwritten Digital Recognition modelini CNN va PyTorch yordamida yaratamiz. Bu model Kaggle musobaqasi uchun mo'ljallangan va ushbu loyiha orqali 95% aniqlikka erishilgan. Va ushbu model uchun kichikroq bir veb-sayt yaratilgan. Bu veb-sayt uchun linkni havola video ostida topsanglar bo'ladi. Hozir men qanaqa texnikalardan, nimalardan foydalanganimiz to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu CNN yangi boshlaganlar uchun, ya'ni deep learningni yangi boshlaganlar odatda birinchi bo'lib CNN o'rganishadi. Ya'ni birinchi advanced algoritmi. Menimcha shu bo'ladi. Ko'plab kurslarda shuni ko'rganman va ko'plar shu CNNda birinchi modellari shu MNIST bilan bo'ladi deb hisoblayman. Ko'pincha ham shunaqa bo'ladi. Shuning uchun o'zim ham o'rganganim ko'p bo'lmadi, lekin shu Handwritten Digital Recognition modelini qilishga harakat qildim va bu narsalarga ham tushuntirib bermoqchiman. Biz kerakli librarylarni import qilishdan boshlaymiz, ya'ni torch bilan qilamiz bu modelni. Kerakli librarylarni import qilamiz. Biz birinchi bo'lib data haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Ya'ni uni ya'ni example'lar soni, piksellar soni va klasslar soni bu yerda birra ayirib qo'yamiz. Sababi bizda kolumnlarda piksellar soni berilgan va 0-indeksdagi kolumn bizda label hisoblanadi. Tartibda shunaqa berilgan. Shuning uchun biz uni ayirib tashlab piksel sonini hisoblaymiz. 784 ta piksellar soni bu degani 28 ga 28 rasm degan. Test data ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni train data bilan bir xil klasslar soni bo'lishi kerak va piksellar soni ham bir xil bo'lishi kerak. Biz data shunaqa rasmlardan tashkil topgan, ya'ni Handwritten Digital tashkil topgan. Hozir 10 ta randomli bu yerda 10 ta randomli 8 degan 8 ta randomli rasm tanlab olib vizualizatsiya qilingan. Keyin data imbalance'ni ham tekshirishimiz kerak, sababi har bir klassda yetarli miqdorda sample bor yo'qligini bilishimiz kerak. Agar data imbalance bo'lsa, model ayrim klasslarni yaxshi, ayrimlarni yomon o'rganadi. Bo'lsa, o'sha noto'g'ri natijalarga olib keladi. Bu grafda ko'ribsizlar, hamma samplelardan, ya'ni hamma klasslardan yetarlicha data bor. Shuning uchun bu tomondan muammo yo'q. Keyin biz data loader uchun MNIST dataset klassini yaratib olishimiz kerak. Ya'ni bu data loader tomonidan talab qilinadi. Ya'ni u data loader batchlarga ajratilganda MNIST data klassidan getitem va len metodlarni talab qiladi. Ya'ni bular yordamida data loaderni batchlarga bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'sha datasetimizdagi rasmlarni PLMH formatiga va undan keyin tensor formatiga o'tkazganmiz. Ularni shape'ini 28 ga 28 qilib o'zgartirganmiz va minus bu o'sha avtomatik adjust bo'lishi uchun samplelar soni. Va keyin o'zim custom data transformation yaratilgan. Ya'ni bu
bu yerda ikkitasi yaratilgan, random rotation va random shift. Bizda o'sha value bersangiz bo'ladi. Misol random rotation 50 deb bersangiz, misol uchun 50 deb bersangiz, u buni -50 va +50 range qilib oladi. Agar siz unga o'zingiz xohlagancha range ham bersangiz bo'ladi. Misol 20 gradusdan 70 gradusgacha har xil o'zingiz bilib xohlaganingizcha bersangiz bo'ladi. Lekin agar bitta son bersangiz, u o'sha plus minusligini qilib oladi. Random shift ham xuddi shunaqa, shu nimada ishlaydi. Shu logikada ishlaydi. Ya'ni random rotation o'sha berilgan range oralig'ida randomly gradus oladi, o'sha bo'yicha rotate qiladi. Random shift esa o'sha range'li bo'yicha randomly olinganini shunchaki shift qiladi. Bu yoqqa yoki bu yoqqa surib qo'yadi. O'zi bu transformationlar hammasi data augmentation deb ataladi. Ya'ni data augmentation o'zi nima? Bularning asosiy maqsadi data hajmini sun'iy ravishda oshirish. Ya'ni bitta rasmning turli variantlarini yaratamiz. Ya'ni bu bilan model outfitini himoya qilamiz. Ya'ni real hayotga yaqinroq datalarni hosil qilamiz. Xo'p, shu va 64 ta batch size bilan 64 bilan train qilamiz. Ya'ni aytgandek, datani trainga berganda biz to'liq datani bermaymiz. Sababi bizda GPU, CPU shunaqa tomonlari cheklangan. Shuning uchun biz ularni mini batchlarga ajratib, kichik qilib beramiz. Shunda qotib qolmaydi model. Ya'ni train bo'layotganda qotib qolmaydi. Yaxshiroq train bo'ladi. Har doim shunaqa random rotation ya'ni data augmentation qilishdan oldin biz uni PLMH shakliga o'tkazishimiz shart. Bu shu transformation tomonidan talab qilinadi, PLMHda bo'lishi. Keyin tensorga o'tkazamiz va normalize qilamiz. Ya'ni normalize qilganda model tezroq train bo'ladi va yaxshiroq o'rganadi. Bu yerda mean va standard deviationni kattaroq datalar bilan hisoblanib qo'yilgani yaxshi, lekin biz bu yerda shunchaki 0.5 qo'yib qo'yganmiz. Keyin test uchun transformatsiya. Bu yerda compose, ya'ni bir nechta transformatsiyalarni bitta pipelinega yig'ib beradi. Ya'ni birinchi PLMH o'tkaz, keyin tensorga va normalize qiladi. Shunaqa. Va yana buni aytib o'tishga, biz train loaderni shuffle qilishimiz kerak, lekin test loaderni shuffle qilishimiz shart emas. Sababi trainda shuffle qilishimiz yaxshiroq, chunki model buni ham sezishi mumkin. Ya'ni shuffle qilganimiz yaxshiroq. Lekin test loaderda shuffle qilmasak, farqi yo'q. Keyingisi biz transformatsiyalarni visualize qilamiz. Ya'ni har bitta transformatsiya qanaqa bo'lyapti, ular qanaqa ishlayapti, shusini tekshirib olishimiz kerak. Random rotation, ya'ni randomly rotate qilyapti, random shift bu yoqqa suryapti. Shunda compose ikkalasini birlashtirilgan varianti.